Men yangi uy qurishim uchun o'zimga daraxtlar kerak edi. Daraxtlarni chopib olamiz. Yaxshi, endi bo'lsa uyim tomonga borishim kerak. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Tayper. Xo'p, do'stlar, video olish uchun umuman vaqt bo'lmayapti. Buni ayta olmayman. Stop. Nimadir ko'rindimi? Yo-mayo. Menimcha menga ko'rindi. Mayli, endi yo'limizni davom ettiramiz. Uyimga borgach biror narsa qilarman. Hatto nima qilishni ham bilmayman. Okey, tezroq borishim kerak. Video zerikarli ketayotgan bo'lsa uzr do'stlar. Yaxshi, hali zo'r bo'lishlari oldinda degan umiddaman. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Faqat bizga bu yerdagi narsalar bloklarni olamiz hamda qo'yib chiqamiz. Bizga shunaqa bloklar kerak edi. Endi bo'lsa kamon, tapur hamda kamonni olib qo'yamiz. Xo'p, yaxshi, endi bo'lsa yo'limizni davom nimadir ko'rindimi? Yo'q. Hech narsa yo'q lekin. Yokida meni ko'zim ko'rindi. Yo'q, lekin hech narsa yo'q edi. Mayli. Okey, do'stlar, iltimos meni 1 minutga kutib turinglar. Mana men qaytdim. Ukollarim bor edi, shularni olib keldim. To'g'rirog'ini aytsam, ular meni uyimga keldi. Ukolni oldim. Shu bilan bo'ldi. Tomoq og'rig'i yomonda, tomoq og'rig'i juda ham kuchli. Angina eshitgan bo'lsangiz kerak, angina juda ham og'ir kasal. Og'ir deganda unchalik og'ir emas. Isitma to'xtamaydi. Shunaqa qirq bir isitma kirgizib yuborishi mumkin. Shuning uchun tomoqqa ehtiyot bo'linglar jigarilar. Xo'p, endi esa bu yerdagi lavlaklarni ham olamiz. Okey. Yaxshi. To'g'risini aytsam, tovushimda ham sal o'zgarish bo'lsa kerak. Menimcha sizlarga bilmadimi, lekin bunisi menga noma'lum, lekin o'zimga rosa bilinyapti. Mayli. Xo'p, boyagi oq narsamidi yokida meni ko'zimga ko'rindimi? Iltimos, videoni to'xtatib qo'ymanglar, oxirigacha ko'ringlar. Mana yana kechki payt ham tushdi. Okey, yaxshi. Xo'p, do'stlar, juda ham stop. Nima? Orqamdagi yo'q. Meni ko'zimga ko'rindimi? Umuman g'alati. Mana bu blokmidi? Menimcha shu blok edi. Mana bu narsani olib bu yerga qo'yib qo'ysamchi? Bo'ldi. Juda ham yaxshi hamda chiroyli. Nimalar bo'lyapti? Yokida bu umuman tushunarsiz, lekin u narsa nima edi? Mayli, uxlab olamiz. Mana do'stlar, yorug' ham tushdi. Endi bo'lsa men ishlarimni nima qilsam bo'ladi? To'xta. Kel, sen bilan gaplashib olamiz. Bu yoqqa kel, to'xta. To'xta, iltimos demoqchi edim, afsus. Yo'q ekan, qayoqqa ketib qoldi? Endi buni aniq ko'rdim. Bu nimadir edi, oq skindagi narsa. Qanaqadir lekin bilmadim nimaligiga. Umuman tushunarsiz. Tomog'i yomon og'riyapti deb beraymi? Mayli, endi bo'lsa mayli, uyga ham kirgim kelmayapti. Yana bir bor sabzilarni olishim kerak. Ishlarim juda ham ko'p. E'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Tezda olishga harakat qilaman. Mana bugun menda yangi reja bor do'stlar. Bu ishlaydimi, ishlamaydimi? Buni baribir tekshirib ko'rish kerak. Menga esa 10 ta blok kerak bo'ladi. Degan umiddaman. Qochib ketmasa bo'ldi. Okey, bu yerdagi bloklarni ham olamiz. 8 ta bo'ldi, 9 ta, 10 ta bo'ldi. Menimcha 10 ta yetadi. Yaxshi. Endi esa boyagi joyga boramiz. Xo'p, hech kim yo'qmi? Bu yerda yo'q menimcha. Birinchi bo'lib boshladim. Yordam beringlar, tiqilib qoldim. Yordam beringlar. Hozir yordam beraman. Ushaldingmi? Nima qilyapsan? Qilma. Yo'q qolmayman-ku. Yaxshi ham qochib keta olmading. Bilaman, arvohlar.
bloklarni buza olmaydi. Sen ham Ha, almoqsan qayerdan menimcha. bilasan? Balkim do'stlasharmiz. Do'stlashish xayolingga ham keltirma. Chiqaver, bo'ldi. Seni kimligingni ham ko'rib bo'ldim, qanday ekanligingni ham bilib bo'ldim. Menimcha sen o'jarroqsan. Qayerdan bilding, Taypi? O'zi yuzingdan bilinib turibdi. Bemalol chiqaver, bo'ldi. Senga tegibman. Ikkalamiz oramizda qoladi bu. Ha, Do'stlashishimiz. mayli. Nima qilishimiz mumkin birinchi bo'lib? Balki senga uy qurarmiz, o'zing aytayotganding-ku. Aha. Rostdan ham menga yugurishda yordamlashib yuborsang zo'r bo'lardi. Bo'pti, ketdi, yur. Qalay, uy yaxshi chiqibdi, lekin to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bo'pti do'stim, meni kutaver. Men albatta kelaman. Men hozircha chiqib turibman o'yindan. Nima? Shoshma, Tayper. Mayli, men seni albatta kutaman. Seni kelishingga ham ishonaman.